Telegramda qanday qilib avtozagruzkani o'chirishni o'rganaman. Bu video yoshi katta odamlar uchun. Bilganlar biladi, bilaman, ko'pchilik bu narsani biladi, lekin yoshi kattalar ko'pincha so'rashadi, yoshi kichiklardan yoki biladigan odamlardan so'rashadi. Ishiga kirganda avtomatik zagruzka qilyapti, pamyat to'lib qolyapti deb. Buni o'chirishni ko'pchilik bilmaydi. Meni kuzatadigan obunachilarimni aksar qismi yoshi kattalar hisoblanadi, ya'ni 35 dan yuqori 60-70 yoshli odamlar hisoblanar ekan. Shuning uchun bu videoni qilyapman. Buning uchun Telegramimizga kirib olamiz. Boshda hamma Telegramda bir xil. Keyin 3 ta chiziqqa bitta bosamiz. Настройкаga kiramiz. Bu yerdan sal pastroq ko'rsak, данные pamyat degan joy bor. O'sha joyga kirsak, bizda avtomatik mana bu uchalasi yonib turgan bo'ladi. Bu sim kartadagi internetingizdan ishlatadi, bu Wi-Fi'dagi internetingizdan ishlatadi, bu roamingdagi nimadan roamingda bo'lsangiz ishlatadi, ya'ni avtomatik zagruzka qiladi. Agar faqat mobilniy setni yoqib qo'ysangiz, faqat mobilniy setdan kirganingizda, ya'ni sim kartangizdagi internetdan kirganingizda avtozagruzka qiladi, Wi-Fi'dan kirganingizda qilmaydi yoki aksincha qilib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin bu yerda saqlanib qilish nimasi bor, funksiyalari bor. Lishniy chatni masalan rasm ochdimi, o'sha rasmni saqlanib qilib qo'yaveradi. Galereyaga avtomatik buni yoqib qo'ysangiz yoki gruppadagi yoki kanaldagini tanlab qo'ysangiz bo'ladi. Bu narsalar hech qaysisi kerak emas, asosiy, chunki bularning hammasi telefonni pamyatini to'ldirib qotishiga sabab bo'ladi. Bu yerda ekonomiya trafik degan joyi bor. Mana shuni nikakdaga qo'yib qo'yishni tavsiya qilaman, chunki telefon zvonib bo'lganda nimani tejaydi, internetni tejash uchun slabiyroq nima qiladi, yaxshi ovoz kelmasligi mumkin. Buning uchun qo'yishni tavsiya qilaman. Asosiy mana shu uchalasini yoqib turgan bo'lsa, mana shuni o'chirib qo'yasiz. Shunda biror bir nimaga kirganingizda, masalan, bunga kirdim men. Mana shularning hammasini avtomatik zagruzka qilib tashlaydi. Hozir men kiryapman mana, lekin zagruzka qilmayapti. Qachon o'zim bosib zagruzka qilsam, shunda zagruzka qiladigan bo'ladi.